Bir ayolni 16 yil umrini yevorish uchun erkak kishida qanaqa oshqozon bo'lishi kerak, o'rtoqlar? Bir ayolning murojaati bor edi, ko'rgansizlar, qo'yganman postga. Turmush qurganiga 16 yil bo'lgan. Eri 16 yildan beri Rossiyada. 3 yilda, 4 yilda keladi, 10-15 kunga xotinini homilador qilib ketadi, bolasi tug'iladi, ko'rmaydi. Yana 3-4 yildan keyin keladi, 10-15 kunga xotinini homilador qilib ketadi. 3 ta bolasi bor, lekin ko'rmagan. Tug'ilganini, katta bo'lganini. 16 yil o'tib, endi Rossiyada turib nima qilyapti? Men tushunishim bo'yicha ket deyapti. Ajrashaman sen bilan deyapti. Nima uchun 16 yilda mensimayapti? Sabab mehr yo'q. Xotin bilan birga bo'lmagan, birga yashamagan, 16 yil uzoqda ko'z ko'rmagandan keyin yurak eslamaydi. Osongina ket deyapti. Endi bu yerda ayolni umrichi? U shuncha yil nimani kutdi? U shuncha yil 16 yil erini uyida ota-onasini xizmatini qilib, bolalarini katta qilib, nimani kutdi? Umrini nimaga o'tkazdi? Sabab so'roq ostida qolyapti. Nima uchun? Erkaklar, vijdonimiz qiynalsin, aka-ukalar, Rossiyada yurganlar, telefonda bo'lsa ham yaxshi gapir xotiningga. Ora-orada kelib tur, imkoniyating bo'lsa olib ket. Eng kamida yaxshi gapirib tur telefonda. Buni qilmagin. Qiyomat bor, jazo bor, lekin agar mana shu ayol musulmon bo'ladigan bo'lsa, muslima bo'ladigan bo'lsa, jannat bor, Xudo xolisa. Ishoninglar, lekin erkak ham quruq qolmaydi. Bitta ayolni shuncha yil umrini yevorib, bor ketaver, ajrashaman deb ajrashib ketadigan bo'lsa, bilginki 16 yilni javobini albatta